ko'p uchraydigan sabablar bu o'troq hayot tarzi, ya'ni nerv elementlari va grijani joylashuvi yuqori aniqlik bilan ko'rinadi va xato qilish ehtimoli juda past bo'ladi. Chunki tasvir tiniq, yuqori aniqlik bilan ko'riladi. Bunda xato qilish ehtimoli endi 0 deya olmaymiz, lekin 0 ga yaqinlashib boradi. Grija o'zi nima? Qanday kelib chiqadi? Uni belgilari va qachon operatsiya qilish kerak? Muolajamiz yuqori xavfsizlik bilan o'tkazishga katta yordam beradi. Ya'ni texnologiya bo'lgani uchun juda katta qulayliklar tug'diradi. Keyin fizioterapevtik muolajalar, rejim va asta-sekinlik bilan umumiy hayot tarziga qaytish bilan davolasa bo'ladi. Grija bu umurtqa pog'onasi umurtqalararo diskini yumshoq qismi fibroz halqani yirtib chiqqanda va kanal orqa miya kanaliga kirib nervlarni orqa miyani ezib qo'yganda grija paydo bo'ldi deymiz. Uni paydo bo'lish sabablari bu noto'g'ri hayot tarzi, o'ta og'ir jismoniy yuklamalar yoki noto'g'ri jismoniy harakatlar ko'pincha sabab bo'ladi. Ikkinchisi yana qo'shimcha sabablardan hozir ko'p uchraydigan sabablar bu o'troq hayot tarzi. Uzoq o'tirib qilinadigan ishlarda ayniqsa grija ko'proq uchraydi. Endi grija bor yo'qligini belgilari qanaqa bo'ladi degan savolimizga javob shuki, asosiy birinchi belgilardan bu og'riq bel yoki quymuchdan boshlanib oyoqqa tushadigan og'riq paydo bo'lishi, og'riq yurganda kuchayishi, og'riq bilan birga uvshish bo'lishi va ba'zan hatto harakatlar buzilishi, oyoq harakatlari buzilishi kuzatilishi mumkin. Bu endi og'irroq darajalarda. Qaysi holatda operatsiya qilish kerak grijani? Qachonki dastlabki dori-darmonlar yordamida qo'llanilgan davo muolajalari natija bermaganda yoki og'riqlarning kuchliligidan tashqari oyoq harakatlari buzilsa yoki shu bilan birga kichik tos a'zolari faoliyati buzilsa, peshob kelishi yoki ichki kelishlari buzilganda unda ekstreniy ravishda tezkorlik bilan operativ davo ko'rsatish kerak bo'ladi. Sababi hozir aytib o'tgan asoratlarimiz keyin orqaga qaytmas darajada qolib ketishi mumkin vaqtida operativ davo qilinmasa. Hozir endoskopik operatsiya usullari butun jahonda, ayniqsa bizda ham hozir keng yoyilmoqda. Endoskopik grijani olish o'zi qanday o'tkaziladi? Avvalambor bemorni og'riqsizlantirilgandan keyin, anesteziyadan keyin bemor operatsiya stoliga yotqiziladi, joylashtiriladi va rentgen fluoroskopiya yordamida grija sohasi aniq belgilanadi. Qaysi umurtqalararo sohada joylashgani aniqlanib, o'sha sohaga kichkina 7 mm teridagi teshik orqali endoskopni yo'naltiruvchi provodnik, ya'ni yo'naltiruvchi trubka kiritiladi avval, naycha. Keyin u naycha orqali ish trubkasi kiritilib, mana bu 8 mm endoskop kiritiladi grija sohasiga va ichkaridagi umurtqa kanali va undagi barcha elementlar kamera orqali katta monitorga chiqadi. Va biz maxsus mikro asboblar yordamida monitorda ko'rib turib, endoskopni ishchi kanal orqali grijani olinadi va nerv elementlari tekshirilib, oxirida endoskop olinib bitta chok qo'yiladi. Shu bilan operatsiyamiz yakunlanadi. Agar videomizni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda ham shunday belgilar qayd qilingan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lansangiz, siz bilan aloqaga chiqishadi va qo'shimcha ma'lumot beriladi. Endi endoskop o'zi nima, endoskopik grijani olish amaliyoti qanday o'tkaziladi degan savolni kengroq yoritsak, endoskopimiz mana shunday moslama. Asosiy qismi bu 8 mm qalinglikka ega bo'lgan naycha. Bunda o'zi shunday kichkina naycha bo'lsa ham, ichida kichkina mikrokamera bor, yorituvchi moslamalar bor va doimiy steril fiziologik eritma aylanib jarohatga kirib uni yuvib turadigan ikkita naychasi bor. Shu naychaning ichida mikro naychalar bor. Shu yordamida bemorga o'sha operatsiyonda
spinal anesteziyadan keyin bemor operatsion stolga joylashtirilgandan keyin rentgen nurlari orqali avval grija disk churrasi joylashgan soha aniq belgilanadi. O'sha aniq sohaga tushishimiz uchun avvaldan aniq belgilanib, o'sha sohani to'g'risida terida 7 mmlik kesma qilinadi. Keyin u kesma orqali maxsus qalamcha bor, yo'naltiruvchi qalamcha deyiladi. O'sha qalamcha tushirilib, qalamcha orqali ishchi naychamiz tushib, keyin qalamcha olib turib, o'sha yo'lga tayyorlangan yo'lga endoskop kiritiladi. Va endoskop uchidagi boya aytganimizdek mikrokamera yordamida ichkaridagi orqa miya kanalidagi holatni biz katta monitorga 30 barobargacha kattalashtirib, yuqori xavfsizlik bilan o'tkazishga katta yordam beradi. Yan texnologiya bo'lgani uchun juda katta qulayliklar tug'diradi. Biz grijani o'sha tasvirlar kamera orqali aniq ko'rganimizdan keyin nerv elementlaridan sekin ajratib olib, maxsus mikro asboblar yordamida shu ishchi naycha orqali olib tashlaymiz va yana bir tekshirib kanalni operatsiyamiz tugatamiz. Endoskop olib bitta dona chok qo'yiladi va shu bilan operatsiyamiz yakunlanadi. Endi bu endoskopik grijani olish muolajasi xavflimi degan savol tabiiy tug'iladi. Albatta meditsinada har bir muolajada o'zini risk darajasi bo'ladi. Hech qaysi risksiz muolaja yo'q. Hattoki oddiy bilamiz, yonboshdan qilinadigan ukolda ham o'ziga yarasha qanaqadir risklari bor. Endi biz endoskopik muolajalarni solishtirma riskini bilish uchun solishtirma standart eskidan qilinadigan ochiq operativ davo usuliga solishtirganimizda albatta endoskopik grijani olish operatsiyasida bunaqa xavflar anchayin chandon pastroq. Sababi hozir boya tushuntirganimdek mikrokamera yordamida ichkaridagi tasvir, ichkaridagi holat, ya'ni nerv elementlari va grijani joylashuvi yuqori aniqlik bilan ko'rinadi va xato qilish ehtimoli juda past bo'ladi. Chunki tasvir tiniq, yuqori aniqlik bilan ko'riladi. Bunda xato qilish ehtimoli endi 0 deya olmaymiz, lekin 0 ga yaqinlashib boradi. Bu albatta bemor uchun ham, shifokorlar uchun ham juda katta qulayliklar tug'diradi. Agar sizni ham shu muammolar qiynayotgan bo'lsa, tegidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin va qo'shimcha ma'lumotlar olasiz. Va keyingi videolarni kuzatishda davom qiling. Keyingi videolarda bir bemorimiz haqida qiziq hikoya aytib beraman.